Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 22 dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 11.996 so'm 14 tiyin bo'lib 25 so'm 47 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.051 so'm 8 tiyin bo'lib 41 so'm 85 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 148 so'm 54 tiyin bo'lib 1 so'm 90 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 16 tiyin bo'lib 20 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137 so'm 13 tiyin bo'lib 30 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.